Barchaga assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari yaxshimisizlar? Yana bir termotravitindan bitgan obyektimiz. Bizlarimiz Drujbada qirda 30 metrlikda shudayna yo'l üstünde. Göreverasizlar, sokolunlamış termotravitin bo'lgan. 3 santimetrlik penaflex bo'lgan. Arka taraf penaplasti 3 santimetr. Ugullar ham yana bir xata 3D qo'yilgan. Sokolar 3D bo'lgan. Orta tekisdan olgan. Aynanda ishlarına beda. Diyaga hech besh qo'yilmadi, lekin ugalib qo'yib turibdi. Uy egasi shuni xohladi, shunday tuzatildi. Ko'rasizlar. Flexlar ham neden zakonli chiroyli. Hech qanday ola narsa yo'q, hammasi bir xil. Sesini eshittirib o'taman sizlarga. Arkasi penapleksini. Görüp barayınlar, Xudo xolasa teatrga bitgan obyektlarimiz ko'p. Shundan kanalga joylab boramiz. Shu videolarni o'tkazmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Görüp borasizlar. Bir like bosib boring. Uzoqroqdan ham kuzatib o'tamiz hozir. Videoda ne bo'lgan edim, yaqindan olib turib edim. Uzoqdan ko'rinishi chiroyli olib turibdi. Ko'chada adden olib bajarib turibdi. E'tiborlarınız için rahmet, sağ olun, selamet olun. Önceden bir like isten çıkmadı.